Pulim kamroq boshlang'ich to'lovni to'lab uy olaman deganmisiz aka, mana sizga boshlang'ich to'lovga uy topib qo'ydim aka. Boshlang'ich to'lov to'laysiz, o'zingizni uyingiz bo'ladi aka. Birovga qarzdorlik joiz bo'lmaydi. Bir xonali 38 kvadratli xonadon aka, 38 kvadrat bo'lsa ham planirovkasini o'zgartirib olsa bo'ladi. Buni mana tashqari qaragan oynalari, akfaromlari, chugunli batareya va konditsionerlari qo'yib qo'yilgan. O'zingiz uchun endi planirovka qilib turib bir chiroylikini sharoit qo'ysangiz bo'ladi aka. Bir xona bo'lsa ham joyini o'zgartirib turib chiroylikini sharoit qilish imkoniyati bor. Bu yerda mana 2 kuchli balkon, bir zo'r ideya kelib qoldi. Akfarom batareya qo'yib qo'ygan. Mana shu balkonni, kuxnyani olib chiqsangiz balkonga, mana o'ng tomonda bizani o'zimizning kuxnyamiz bo'ladi aka. Kuxnya ham yaxshi o'lchamda. Kuxnyani spalnya qo'ysangiz bo'ladi aka. Tashqari qaragan oynalari bor. Shundoq yonginasida sanuzel, удобный variant bo'ladi. Bu mana sanuzelimiz, aytib bermaysizlar, sveti yonmadi negadir. Va uni yonida razdeniy bo'ladi. Bu yerda mana hojatxonamiz, hojatxonani ham balkim samishonniy qo'yarsiz. Samishonni qilganingizda hojatxonani o'rnini garderob qilib foydalanish imkoniyati bo'ladi. Shunda sizda balkonga kuxnyani olib chiqasiz, tashqari qaragan oynalari bo'ladi. Yonini spalnya qilib olasiz o'zingizga, ya'ni ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda mehmonlaringiz keladigan bo'lsa, bir xona bo'lgan taqdirda ham mehmon kutish imkoniyati bo'ladi. Bir sidr remont qilib bo'ladi. Xonadonimiz 38 kvadrat, bir xonali 5 qavatli do'm 5-qavatda joylashgan bo'ladi. Joylashgan joyga keladigan bo'lsa, Mirobod tumani ham zo'r. Mirobod tumani, shunda yonimizda metro. Metroning yonida, ya'ni Massif Qo'yli 4-Massif Qo'ylida joylashgan bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa, nomer qoldiraman. Telefon qo'rasizlar, yon atroflarimizda maktab, bog'cha, magazin, detskiy plashatka, ertalabdan chiqib turib trenirovka qilishingizga ham sharoitlari bor. Zato narxi zo'r narxda $39,200 baholanyapti. Nomer bor, telefon qo'rasizlar.